Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Aziz do'stlarim, kuzatuvchilar, musofirdagi aziz insonlar. Mamayev School haqida ko'pchilik menga savol berdi. Savollaringizga javob berib boryapman. YouTube'da, Instagram'da harakat qilyapman. Keyin Xitoyga ketish haqida yana ko'pchilik so'rayapti mendan. Shu haqida ma'lumot bermoqchi edim sizlarga. Xitoyga Xudo xohlasa 10-iyuldan 15-iyul oralig'ida ketamiz. Bir hafta o'sha yerda bo'lib, Xitoyga borib, primoy производство zavodlarning ichiga kirib, qanday ishlab chiqariladi mahsulotlar, qanaqa brendlar bor u yerda, hammasini ko'ramiz o'z ko'zimiz bilan ko'rib, Xudo xohlasa. Uning uchun ko'p pul kerak bo'lmaydi. Ko'pchilik so'rayapti, qancha pul kerak bo'ladi, qancha ketadi. Men примерно sizlarga aytaman, Xitoyga samolyot biletini. Например, hozir данный момент 26 mingdan Xitoyga bilet, Guangzhou shahriga. Qaytish ham shunaqa. Bir hafta u yerda mehmon bo'lamiz. Aylanamiz zavodlarda, ko'ramiz, shartnoma qilamiz. Самый главный o'zimizni brendimizni создавать qilamiz. Специально biz uchun zavodda ishlab chiqaruvchilari специально отдельно qaysidir mahsulotni ko'rsatadi. Shartnoma qilamiz. Gaplashib bizga yoqsa, yoqdi deymiz. Например, meni o'z brendim Softnora deb nomlaganman. Xudo xohlasa, shu brend asosida o'zim brendimni yaratmoqchiman men ham shu nom asosida ostida. Buning uchun Mamayev Abbosbekga katta rahmat. Hammaga yordam berib, insonlarni uzoqni yaqin qilib, hammaga dushi ochiq ko'ngilda yordam beryapti. Agar hozir masalan shunchaki Xitoyga borsanglar, o'zingizlardan zavodga to'g'ri bora olmaysizlar. Shartnoma qila olmaysizlar. Обязательно u yerda o'zini haqiqiy hamkori bo'lish kerak. Bu bola endi necha yillardan beri borib qatnab, ular bilan qadrdon bo'lib qolgan. Shuning uchun musofirdagilar qiynalmasin deb bizga ham yordam tariqasida ulashyapti shu savoblarni. Xudo xohlasa, ishdan chiqdim. O'qishga boryapman, Mamayev School o'qishiga. O'qish jarayonini ham Xudo xohlasa qo'yib boraman. Hammanglarga sog'lik, tinchlik, salomatlik tilayman. Charchamanglar o'qishdan, bilimdan hech qachon hech kim charchamagan. Hech qachon hech kim kam bo'lmagan. Shuning uchun harakat qilib, iloji boricha o'qish va yana o'qish.